Assalomu alaykum qarindoshlar. Men ismim Nijat, Uyg'ur Islom madaniyat markazininki bir heyət a'zosi. Ba'zilaringlar meni tanishinglar mumkin. Men ko'pincha vaqtda shu turkcha videolarni ishlab, turk xalqiga Uyg'urlarning uchrayotgan zulmlarini anlatib kelgan, ammo bugun Uyg'urcha so'zlab Uyg'ur xalqiga Turkiyada bo'layotgan ahvollarni so'zlamoqchiman. Hammamiz bilamiz, Turkiyadagi bu 2 kunlik yer tevrish ofatida nurg'un insonlar hayotidan ayrilgan bo'lsa, ajoyib ko'p sondagi insonlar bu shu qishda uylaridan ayrilib talonlarda qoldi. Bunu ko'rgan dunyo xalqi Turkiyaga yordamga boshildi. Albatta bilamanki, Uyg'ur xalqimizmi bu yordamdan o'zini bosh tortmaydi. Vatanda bo'layotgan zulmlarni hammamiz bilamiz, hammamizning qabri bor. Shu zulm deb turayotgan Uyg'ur xalqi shu yerdagi shu Xitoy virusida uyda qolgan G'ulji xalqi, Urumchi xalqiga qanday yordam qilgan bo'lsa, biz mishada turib ularning shu yordamini ko'rib, ko'zlarimizga yosh ilib, qo'limizdan hech qanday ish kelmagan bo'lsa, mana bugun Turkiyada bo'layotgan shu ishlarga albatta bizning qo'limizdan keladi. Biz bu ishni qila olamiz. Biz millat mana shunday yordamsevar millat. Shuning uchun Norvegiyada yashayotgan barliq qarindoshlarimizning qo'lidan kelsa, moddiy jihatdan yotgan ko'pa, kiyim-kechak va kichik bolalarningki shunday lozimli narsalarni bo'lsa, Uyg'ur Islom madaniyat markaziga yetkazib bersanglar, biz buni Diyanet işleri bilan aloqalash orqali Turkiyaga yetkazib beramiz. Bu faoliyat bugun boshlanadi seshanba, chorshanba, payshanba va eng oxirgi kuni juma kuni. Inshaalloh juma kunigacha yordaminglarni bizga yetkazib bersanglar, biz buni albatta Turkiyaga yetkazib beramiz. Bugun mana shunday birlashadigan vaqt, dunyo birlashdi Turkiya uchun. Albatta biz Uyg'urlarmi bu ustida birlashimiz. Allohga inshaalloh ularning ishlarini oson qilib bersin. Ailesi bilan pat yaqinda ko'rishga nasib qilsin shu binolarning ostida qolgan qarindoshlarimizni. İnşallah tez vaqtda qutulib ketishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Agar iqtisodiy yordam qilmoqchi bo'lgan qarindoshlar bo'lsa, tuanga BIPS nomerini yo'llab qo'yamiz. Qo'limizdan qanchalik kelsa shunchalik yordam qilishga hammanglarni chaqiriq qilamiz. Eng avval shu duoyinglarni unutmasliklarini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum.